Ha, chaqirding telefon? Qaynatamni ko'rib kelaylik, mehmonga chaqiryapmiz. Dadajoniniki? Dadajon to'g'ri gapir, dadajon demayman. Ha, nima deysan? Dadajon deysan-da. Dadajon umrimda dadajon demaganman. Ha, nima deb chaqirasan bo'lmasa? Ro'shan aka deyman. O'g'lim yaxshimisiz? Zo'r, rahmat. Yaxshimisiz? Mas. Kimga aytib berasan deyapti. Keyin ular kelib qoldilar. Kim kelib qoldi? Ular kelib qoldi-da. Kim bu yoq? Kim? Kim bor edi bizdan tashqari? Ular kelib qoldi-da. Nima deb chaqirasan? Siz kelib qoldingizmi? Ha, men kelib qoldim-da. Shuni oshga qarang hozir. Ha, o'g'ri bo'lyapti. O'zing qiynamasan, dadajon qo'yaver. Umuman dadajon demayman. Roshan aka. Roshan aka bo'lsa chaqirib yuboring. Ha, hozir. 5 daqiqada suzamiz o'xshagan. Siz chaqirishni. Hozir o'g'lim hozir chiqaman. Bilasiz, sizni o'z o'g'limdek ko'raman. Shuning uchun mana mashinani yaxshi kunlarga minib ha? O'g'ri bo'lsa dadajon. Ana! Dada deyapti. Endi dadajon qoldi ha bu. Instinkdan dadajon. Sen mashinalarni tushunmaysan. It's the one and only D.R.E. Dr. Dre, the Buck.